Muhammad alayhissalomni ignilariga pashsha chivin qo'nmagan azizlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ko'rishlarida ko'zlarini qirini sarxati bo'lmagan. Bizni ko'zimiz qancha masofani ko'radi. Rasulullohni ko'rishlarida ko'zlarini qirini sarxati bo'lmagan. Oyning yuzasini, sathini Oysha onamizga aytib berganlar. Sarvari koinotni ko'rishlarida kecha kunduzni farqi bo'lmagan. Biz kechasi yaxshi ko'ra olmaymiz. Rasulullohda buni farqi bo'lmagan. Qorong'u kechada bir kuni Oysha onamiz qo'llaridagi ninani tushirib yorib shuni izlab turgan chog'larida Rasululloh kelib qoldilar. Nima qilyapsiz deb so'rasalar, ninani topolmayotganlarini aytdilar. Rasululloh bir engashib yerdan ninani olib onamizni qo'llariga tutqazdilar. Kecha